Odatimiz öysey lag'manni har uyning qo'rish usullari xil bo'ldi. Sizlar odatda uyda qo'risanglar, qaysi xil ko'ktatlarni aralashtirib qo'rishni yaxshi ko'rsizlar? Bugun men sizlarga bizning uyda ko'proq qo'rilgan öysey lag'manning qo'rmisini qo'rish usulini olib keldim. Qaynam samimiz birlikda ko'rib baqamdik. Yetarli ko'ktatlardan jandu, basay, shuxla, ko'k qizil laza, samsaq, so'mpiyaz, zanjil, qo'ygishlarni ko'rsatilgandek to'g'rab tayyorlab olamiz. Men odatda mushkil ko'ktatlar bilan öysey qo'rishni yaxshi ko'rmasizlar-ku. Inkaslarni yazsanglar o'rtaqlashib baqayli. Endi qo'rimni qo'rish bosqichiga o'tib kelsak bo'ldi. Nazifa markasidagi chaplashmas, buz chiqmas, chiroyli qo'rim qo'riydigan qaznimni esib oldim. Mopiq may qo'yib, may qizgandan keyin go'shtni silib, go'sht qizargach yaxshi aralashtirib qo'rib, so'ng piyozni silib, mislik purqichiqqich qo'riymiz. Undan keyin jandoni may g'ilam silib, jandoning rangi o'zgargicha 2-3 minut atrofda qo'rib olgandan keyin sho'xla, tuz, bir qo'shiq qizilmish qiyamini silib, sho'xla ezilgich qo'rib olamiz. Undan keyin basayni silib, yana 2-3 minut atrofida o'tirhal o't qo'rib olgandan keyin mopiq miqdorda suv qo'yib, qaynagandan keyin to'rak o'tga tanshab 5-6 minut qaynatib suyuni pishirib olamiz. Men odatda öysey lag'manning suyuni bekerek pishirib etishni yaxshi ko'rma. Bunda bo'lganda texim yeyishlik bo'ldi ha do'stlar. Yana birga ko'k qizil laza samsaqlarni eng oxirida silib bek pishirib etmayman. Bir ishga aralashtirib yetiblam. Qo'rimni cho'pning ustiga bevoslam ilib yeyishni yaxshi ko'rma. Bunda bo'lganda samsaq bilan lazning mislik purqi yo'qolib ketmaydi. Lag'manmi texim yeyishlik bo'ldi. Sizlarmi oilada bir sinab baqsanglar bo'ldimi do'stlar? Mana o'xshagan uy lag'manimizni tayyor bo'ldi. Haftaning 5 kunda lag'man yemiz turolmaydigan do'stlar, cho'qim sinab yiqishni unutmanglar. Tam ajoyib payz bo'ldi. Kelarki sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.